Hammadan o'zini tijoratini rizqini tepib yeydi. Biroq mening mau ishqda ishq. Selamünaleyküm Adep. Adep oğlum. Qanday ahvol? Oğlum yaxshimi, salomatmi? Tinchlikmi? Oğlum yaxshimi? Yaxshi. Kel. Yaxshi turdingmi? Yaxshi. Nimadan yaxshi turdi kelsam, meshing ekan-ku. Aka, men kichkina yaxshi turay. Kela. Aka. Billahi yaxshi turaymi? Ahvoling yaxshi. To'nglabsana. Uzun bo'ldi ko'rishamidi, 5-6 kun bo'lib qoldimi? Dugdarab judimi lalmiliqlaring oqmaydi. Deniz qilgan bo'lsang, lalmiliq degan bo'ron chiqib ketadi. Qaqishkin bo'ron chiqib, sho'rg'an chiqib kitoblarni ustiga chiqdi. Qayoqda deysiz, o'shalam yog'amdi. Birinchi qitimda bunday yapsa, kishi kitoblarni qonun tegidan chiqarib tatmagan. Sen şu kanadaki dugdarab ishmasam kirgidek o'ylarimni qolmagandi. Ya Allah, adaş, senin o ses kitan kaçan bitiga? Adaş, haqqa degan olmaydi. Undaq biroq shayshlar yo'q qara. Og'riqchan bo'lib qoldik degina. Va? Og'riqchan bo'lib qoldim qara. Voy, bu gapingga ham qurib qo'ng'izlam ishonmas. Nima ishlamdi? Bir yering og'rimdi. Voy, bir yering og'rimagan bilan bir qisming bo'lib qoldim. Qanday? Anasi bir xil kasal bo'lib qoldim qara. To'g'ri deyman. Men bu doktorga boray desam, sopsaq. Bormay desam, anasidan bir voy. Yo'q, qoldim qara, ham ishongansa. Tushundim. Arab oxir oldi degan ish. Gel, sening bir gaping o'xshaydi, yig'lamay davagi. Voy, men yig'ilmadim, o'z boshim yig'ilib ketdi bu. O'z yig'ilib ketdi-da. Ha. O'z yig'ilib qashlandimi? To'va. Mana o'ngshaldim. Mana moshta qo'yib qoldim qara. Bu ajoyib. To'va. Haqqi desam sen, endi qo'zi ko'chib qarayaqashvoq-ku. O'yli qil. Voy, to'va degina odamni qo'rqitib keldi. Ash qarayaqashni qishib, chilashib ish bir kech qo'nitma degina. Shuning bilan atiganda diringni cho'chib tushadim, qopdim. Diring cho'chishdim. Keyin nima yig'laydigan arishib keliblar. Bir yig'ab bir diringni cho'chib, bir yig'ab ashta. Boshqa qo'yib qoldim qara. Baxansira ustib ketsan-da. Sen buni qarayaqash. Sen o bir rum qarab bermas, go'dim qunib chiqirgan nima? Menda yuragim o'tib qo'ysa sen bo'ldi. Oxiri aroq yengildim degina bo'ldi. Voy. Hammalar mushtab kasallarni aroq ko'rsatsa. Aroq bitardi, nima buna? Voy, shu abilab shu aroqning davo bo'lyapmanda, birim pisdan sakit qilmamoqda. Mushtab pisdan epil paqana. Siz qalbida yuraman. Doktor bo'lgan davolaydi meni. Ay, doktor davolamaydi bu kasalni. Dahan ko'rib paqan gidilmadi. Dağanğa? Qiziq odamdasan. Nima xudogan ko'rmisa? Voy, kech qaryaqash emas. Odat qaryaqash emas, ani. Sen senning aroqni taqqining rasmi. Endi qaryaqashdan ko'rsan. Doktorgan yara dağanni nadin topqansan sen. Voy, mushtabda 50 ni ish chiqgan bo'lsam, taqibni ketibsan. Voy, ish degani o'lan uni ixtiyor qilib ish qilmaydi-ku, hozir qimmatlab ketdi, birining bahsi uning taqib onun ustiga bu to'y to'kin o'tirishlarda haroq quymaydigan bir qamlashmaga qilib chiqarib oldi. Bekorlik to'g'ri yo'q bo'ldi deganga. To'y to'kinlarda haroq quyishimiz yaxshi, pap-pap jidal majrasini uzavyotdi-ku. Kichikdan bir epagini. Maqta o'tirib olganda cho'chiysa, kichik boladek yig'laysa, bilib turib haroq olib beramdim sana. Voy, bugun bir bilmagan sotgan ketay, bilmagan bo'lib bugun uxlamagan sal, demedim sana bu epagi. Bilmasam bo'lmaydi, alog'in degan. Uni ustiga men kitobni tijoratni qilib, sen haroq olib bersam, seni qasliganda bo'laman. Yo'q, qashlab qo'yinglar. Junim. Bekashlaysan. Haroq davamay. Darhol doktorga beringlar, so'rilib pochka o'ylab o'ylab qolmanglar-da. O'ylab qolmaydi maras, adash. Bora, doktor. Bora, kechib ketdi. Akana pulingni ish kital, ha? Pulingni ish kital. Nima qilsa?
Oy, doktorxonaga darvozasiga kirib qo'yish shundaydi, akcha. Aysa gapga 10 tiyin yo'q ketdi, sening o'zingga satola qadi kitobning og'inchida bamiz bizni ham tutadi. Qutulg'ili bo'lmamdi nima senda? Bu dollarlarimga to'g'ri, menda pul yo'q-da hozir. Mana birni kitob sotmadim degandan beriman. Dastlab qilmagan do'kondan pul ketganini aytib kelgansan. Yo'q, bir kitob sotmadingmi? Unga ma'lummi deyam? Voy, mana yana tushdi. Voy, boshqa bo'lib qoldim qara. Astagfirullah. Kitap satamızsan mı çocuksan? Ay to'g'ri. Sakın tıllamsan ya. Qandoqni qilamadigini. Urib satqilib mı sen kitapni? Ay. Deb bak xaridalaga, anamdiki, ammamdiki. Ya satgan ketayda. Ya bir onun kitobini bir ep qo'ysanglar bo'lmamdi deyman-da. Oy. Ya haramni ichib tugdaydilar qo'shib pulga. Ya endi bir asanlar bo'lmamdi, bu yerda oshxonalar, adam kitobxonlar hech kim yo'q. Voy, albatta bo'lasan. Ya ep qo'ysanglar bo'lmamdi deyman, olsin desinlar. Keladi bu. Deyman-da. Bo'ldi. Bu kitob olmaydiganlar. Bo'ldi. Adash, dastlab qilganmisan beratdi, ha? Onun çatak yoktu. Dastlab qilib qolasiz, adash. Ay. Yo. Mana. Amma kitap balisi bundan o'tmaydi. Mush kitobdan men uyga birini olgan. Uyga yetmay bizga. Yana 3ni oldim, 4ni oldim. Mush. Voy, ishonmaysa. Amma mushta kitob. Amma shoirmi bu romanni amma yezitgajmi? Shoir? Amma mushuni o'qib Vay kitap balisi. Kitap bo'lar, mashtaxola. Roman bo'lar, mashtaxola. Hammasi mush kitap shuncha. Ro'shonning maktabda ro'shonga ketdi bu. Qizlig'imga tushirib, jenim chiqib ketdi. Bu kitobni olmagan adam emas inson oldi. Ya menga bu kitoblar hozir uyimiz yotdi bu kitop chiqdi hozir. Kitobxonlar yo'q. Mishatmi oxir qoldim. Qish bu kitop. Qayerga keldingiz? Yomon qilib kitobni shuchun. Qayerlarga kelib qoldingizmi shu o'qib? Amma buni ashirkab sizda dahshat qiziqyanlarmi shu? Shu qadi so'qoqda o'tirib o'quvchi uyga ketib qanda o'qisinchi. Siz oldigan kitob kitap shu kitob ha? Shu oldigan siz ha? Oy, quloq ketishgan bu. Quloq ketish. Oy, mana bu dayxonning oldida o'qisimi? Bo'laverdi bu. Voy, kep shopatida hozir bu. Mashinaning labasini 10 tiyin qolmaydi dedi. Radio bekaqasam olmaydi bu. O'qib qo'ydigan bola. Kimda o'qiydi sen? Amma bu vaqon 5 o'qiyotgan bu. Ya daha izlab yuruvchi mushdan o'qitona 5 o'qiydi. Ay 20-chi kun o'qib, yomon bo'ronda o'qiydigan buni. Qarab birdan 20 tugib bo'ldi. Qarab birdan saqlasak to'liq o'qib bo'ldi. Shuni bilan o'qiganning pulini olimizda dastlab ketdi. Dastlab o'qiganga pul olmayman adashman. Ha? Elib uy akasi pul olaman. O'qiganni ishlamaysan. O'qigan pul olmayman, bizning kasbning qoidasi bu. Voy, kino xalaqi kino kirsak biletni pulg'ib kiramiz. Kinoni aketmaymiz ku. O degan kino, esatma kinoga tomdan chiqsa kirib tushdingmi?